Sünsa'nın Liu Yao'ga jang e'lon qilishi. Salom do'stlar, unda qo'shib biz 3 podshohlikni yana davomli so'zlab ketdik. Biz oldingi filmda Zhou Yu to'g'riliq to'xtalgandik. Ham Sunsa bilan Zhou Yu ikkisi hamkorlashgandan keyin bular Sunsa'ningki asl plani bo'yicha, ya'ni Danyangdagi Liu Yao'ga hujum qilmoqchi bo'ldi. Danyang degan bir oymoq. Demak, Sunsa ash oymoq hujum qilib, o'shan tatib olsa, o'zining zimini ma bo'ladi. Buningdan keyingi ishlarni cho'ng-cho'ng qilishiga, demak, bir yildiz paydo bo'ldi degan gapda. Shuning bilan bular ularni o'zlarining qo'shinini boshlab, Danyangning oldiga yetib kelgan vaqtda bu xabarni anglagan Liu Yao nihoyat qo'rqib ketdi. Nimishqa? Chunki Sunsa bilan bevosita uchrashib, urushib boqmagan bo'lsa-mu, Sunsaning nomini anglagan. Chunki Sunsa Yuanshuning qo'lasida turayotgan vaqtda nurg'un janglarni nihoyat muvaffaqiyatli tamomlaganda, nomi butun iqlimga taralgan desak bo'ladi. Bunday bo'lgandan keyin bu qo'rqib ketdi. Qo'rqib, shuning bilan o'zininki barliq lashkarlarni yig'di bu. Bunun qandaq bir taqobil tursak bo'lar, nima amal qilsak bo'lar degandan keyin bu qo'shin uningki vazir uzralarimiz yig'ilgandan keyin bularning ichida bir odam bor. Bu odamning ismi Zhang Ying. Endi bu Zhang Ying degan kishi o'ttirga chiqiblar poatida, "Voy qo'rqmanglar, qo'rqmang, pasbanim. Unda bir ikki Sunsani, ilg'o bir Sunsa ekan, 10 Sunsa kelsin, o'zim uning taqobil turman, uni yuqtiman" deb u yerda va'da berib cho'nga qilib ketdi. Endi bu qandayroq kishi degan vaqtda amaliyotda bu asosan teri taraqshitadigan kishi desak bo'ladi. Hozirgi jamiyatdan bog'i shunday kishilar. Ko'rishiblar yoki bir aytsa, so'rinda bir o'tirishib qolsaqlar, o'zining nima ishlarni qilib ketganini, cho'ng paransab ketdi. Unda qilaman, bunda qilaman, unda qo'ydim, bunda qo'ydim deb po'natadi. Qarasangiz, qo'lidan hech ish kelmaydi odamlar. Demak, bunday odamlar hamda quruq teri taraqshitishdan boshqani bilmaydi. Demak, bu Zhang Ying degan kishi amaliyotda ishengil bo'lmaydigan kishi. Endi bu poni ativergandan keyin bu yerdagi Liu Yao'mi amal yo'q bunga qo'shinni berdi. Ammo shu yig'ilgan yig'indagi shu sanog'larning ichida kichikroq, shu unvon kichikroq sanog'ning birisi bor. Uning ismi nima degan vaqtda? Tayshisi. Shu Kungrong Liu Bei'dan yordam talab qilgan vaqtda shu Shuzhou aymog'ini qutqarish uchun nurg'un qo'shinning orasidan o'z yolg'iz bosib chiqib, xatni Liu Bei'ga yetkazib berdi. Demak, ajoyib kuchli palvon bu. O'sha vaqtda azroq so'zlagan bo'ldi. Endi bu keyingi vaqtlarda shu Liu Yao'ning qo'l ostiga kelib qoldi. Shunga agishib kelib qoldi. Endi shu tayshisi o'z talab qildi. Men chiqib urushay. Sunsa bilan men bir tutish baqay. Menga qo'shin bergan degandan keyin Liu Yao endi unamaydi buningga. Sen tıxı yenidən kelgan adam. Senin tıxı yişin mi kiçik, unvanın mı kiçik, sana tıxı onda töyüp gösteren vaqt yok deb buna işenmeydi. Bunu kiçik görüp kaldı. Hem de şu Zhang Ying'a qo'shinni berdi. Şunun bilan Zhang Ying ko'ranlab, hamda Sunsa'nın aldığı barda ikki taraf toza qo'shinlarni birat kesilib, hamda urushimiz deb turgan vaqtda Zhang Ying'ninki oq sipida o't ketdi. Yani bargah o't ketdi. Chunki bular shahar sepildan sirtqa chiqib bargah tikkanda. Shuning bilan nima ish bo'lganda hamda deb xabardan uqsa, ikki kishiniki bu bargahniki ochliqqa o't qo'yayotganligini anglaydi. Shuning bilan Zhang Ying jangni tashlab qo'yiblar, keyiniga inib o't o'chirilay deb hamma jangchini boshlab, qo'shinni boshlab o't o'chirga ketdi. Buni ko'rib Sunsalar nima ish bo'lganda bu yerda cho'chib ketdi-da, chunki ikki taraf radlik tizilib jang qilamiz deb turgan vaqtda ala patraqshib ketyapti. Andaki xabarni o'qigandan keyin va unda o'z fursat kapdi deb Sunsa Zhou Yu bilan shu bir jang bilan Zhang Yingni tarmar qiladi, nurg'un qo'shinni falokat uchirtib, bularni sepilning ichiga kirgizib o'tdi. Tunji qatilliq janglar Sunsa hech qanday kuch sarf qilmaylar, demak Liu Yao'ningki qo'shinni yengib oladi, bularni mag'lub qiladi. Unda bo'lsa, bugun mushunchalik so'zlab turlar. Agar 3 podshohlikdagi texmi nadir mazmunlarni ko'rmoqchi bo'lib qolsanglar, qo'shish belgisini bosib, meni qo'shib olinglar. Mushu filmni ko'rayotgan do'stlarning ichida nutq o'rganish, so'zlash qobiliyatini oshirishni o'rganayotgan do'stlar bo'lib qolsanglar, ayrimxonaga uchur qilinglar. Biz maxsus izdan nutq risolasi orqali sizlarning so'zlash qobiliyatinglarni ustunlashinglarga yordam beramiz.